Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık kırındaşlarım. Allah'ın güzel salamları sizlerge olsun. Allah kılavatkan, kılmakçı olan hayırlık işlerimlerde sizler bilen birlik olsun. Bugün kun tertipdeki aktual bir mavzu bilen karşınıza çıkıp kaldım. Bu mavzu şu: vatanga qaytypatganlar ve qaytmakçı boluvatganlar samiga. Qarindaşlar, bu mavzunu başlaştan ilgiri bizning Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti milletvekili kandidatlarını saylaş işimizin ahırlaşkanlıkını dep ütep gitey. Bu iş muvaffakiyetlik ahırlaştı. Gerçi atalmış halk saylamçıları hala tıpırlavatkan buluşup qaramay, bu tıpırlaşlar hiç nersige yaramaydı ve yaramadı hem yaramaydı. Çünkü biz o saylam meydanlarda bu halkın sanaqlıq kişiler ekenligini emeliyetten gördük. Onun aldıdı mı zaten onu men dep kilevatkan bu sanaqlıqlı barmak olu sanığı deklam adamlar. Meselen deyli Yaponiyada bu halkın birisi var. Amerika'da bu halkın fakat birisi var. Fransa'da ikisi var. Başka devletlerde esasen yok. Türkiye'de bunun cıkraqı. Demek bu 10 barmağımız eşip kalıdığan halklar. Bu halklar mağlup oldu. Ama oturgu çıkıp qalğanlıkları için yol vastı minip gelip düşenmeslik vaziyeti hazır. Bunun qanday qilish gerek? Azroq olsun izzetini saqlab qilish urinishida yanıla tıpırlaşın devam qılıp. Ama hiç narsaga yaramaydı. Bu iş ahırlaştı. Kanunlarımızda, nizamlamalarımızda belgilengen müddet 7. ayının 15. günü. Onundan burun bu iş bitiş gerekti, bitti. Endi yolumuzni burunqidek davom qilamiz. Buningdan vaqt bo'lgaysizlar. Bular tor toplarda yoldan o'tgan chashqandek urg'a kelayotgan bir vaziyatni ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Bu xalq ashunchalik bir xalq. Endi mavzuga qaytamiz. Mavzuga qaytsak, yaqindan beri vatanga qaytmoqchi bo'lib jabdinayotgan, Xitoy konsulxonasiga vizaga iltimos qilgan ahvollar bir-ikki sondagi bo'lsa balkim bilinmaydi. O zaten burundan tortib bir-ikki odamlarning berib kelishi. Lekin bu qatam kollektiv viza iltimos qilganlik xabarlari qulog'imizga kelyotdi. Faqat Hollandiyada 3000 Uyg'ur var deb taxmin qilingan Hollandiyada 1000 Uyg'ur Xitoyga viza iltimos qilgan. O'shunday bir xabar var, to'liqsiz ma'lumotlarda. Mana shu tufaylidan
bu mavzuni so'zlashga to'g'ri kelyapti qarindoshlar. Xo'sh, bu bir necha yildan beri qatlamlarning jiddiy elib berilayotgan davri bo'ldi. Bilasizlar, 2017ning birisida. Shundaq bo'lsa-mu, har qaysi davlatlarda yashayotgan Xitoy g'olchilari mushunda xatarlik yillarda berib kelishdan to'xtab qolmaganligi haqida ma'lumotlar bor. Ba'zilar bularning kimliklarini biladiganligi haqida gapning uchini chiqargan bo'lsa-mu, lekin dushmanning sirini saqlaydigan odatimizga ko'ra oshkorlashga unamay, mening bexatarlikim qanday bo'ladi deb so'rashdi. Ya'ni erkin dunyoda yashab turibmi shaxsiy bexatarligidan ansirab, dushmanning sirini saqlayotgan bunday kishilarning o'zimi mujmal kishilardir. Ularning ansirashlari kishini umidsizlantirdi. Ya bu vatan hech qurbon berishsizlik qo'lga kelamdigan bo'lg'iydi. Shunchalik qurbon berishga yaramamdigandiq degandek savollarni tug'dirdi va dushman bilan yuzma-yuz kelish vaziyatini tasavvur qilishmi taslishdi. Ya'ni o'lish va o'ltirilish vaziyati dushman bilan qarama-qarshi kelib. Buni qanday tasavvur qilamiz? Erkin dunyoda yashab o'tib, bexatarlikim deb dushmanning sirini saqlash. Bu holda biz uning keyingisini tasavvur qilolmaymiz qarindoshlar. G'olchilar, munofiqlar, dushmanning bir qo'lliq chet elga avatgan odamlar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Hamda gap odatdagi Uyg'urlar. Mushundaq Uyg'urlarning vaziyat tinchib qoldi, berib kelishga bo'ladi ekan deyishib, Xitoy konsulxonalariga pasportlarini berib, vizaga iltimos qilganliklari puqulavatdi. Bunday kishilar garchi g'arb dunyosiga kelganlarida Uyg'urligidan foydalangan, Uyg'ur edim, Xitoylar bizni o'ltiryapti deyay, men qaysam meni chopadi deyay, chanaydi deyay mazmunidagi shikoyatlar orqali panohlikka erishganlar bo'lsa-mu, panohlikka qabul qilingandan keyin o'tirdi ko'rinmagan, ya'ni anaqa Uyg'urlikni tashlab o'tgan. Yig'ilishlarda bo'lmaydigan, bayroqdan qochadigan. Bayroqdan qochadigan degan yeriga kelganda shuni qistirib qo'yay qarindoshlar. Bu o'ylasang tegiga yetolmaydigan darajadagi pastlik bu. Nomussizlik bu. Biz bir inson o'zining milliy simvolidan qochdi demak, hayvonlikqa iltimos qilganlik bilan barobar bir ma'no beradigan qilmishdir. Bayroqdan qochadigan, siyosiy gap-bayadan uzoq turadigan turdagi odamlar bo'lib, da'vo sarkillari bo'lib ko'rinib turibmi, yanada g'alchilik qiladiganlarga selishtirganda pattiqi bo'lgan odamlar deyishga bo'ladi. Halimiz shu bo'lgandan keyin buningga shukr qilishga to'g'ri keladi. Hem da'vochi bo'lib o'tirdiq chiqib olib, hem Xitoy ishlaganlarga qaraganda yanada shukr deyishga bo'lg'idek tuzuk odamlar hisoblanadi. Ular dal bugünkidek fursatni kutib, shunday fursat kelib qolsa Xitoyning yuziga kelanmay qolmaslik, viza ololmay qolmaslik uchun ana shunday tutumda. Ya'ni Xitoyning ko'ngliga kelib qoladigan ishlarni qilmaslik maydonida turib kelgan kishilar edi. Endi bu kunlarga kelganda ana shu zo'r ko'pchilikni tashkil qiladigan Uyg'urlar vatanga qaytishga jabdiyotganligi ma'lum bo'lmoqda. Ular vatanga qaytgandan keyin nima bo'lishi mumkin? Bular haqida mulohaza qilib boqaylik qarindoshlar. Ular vatanga qaytsa nimalar bo'ladi? Yillar avval vatanga qaytgan muhojirlarni Xitoy istixborot organlari suhbatga taklif qilib chiroyli so'zlashadi.
Bu sözleşiş tabii ki nayta ustunluk bilen ilip berildiğin bir xil psikologiyalik hücum idi. Bu hücumda söhbetki çakırılgıcı görünmez bir vahiminin iskencesiga tushib qolgandek bo'lib, sababini aytib berolmaydigan qo'rqinch qilib ketib qoladi. İstihbarat organlari suhbatdoshga uning chet el hayotidan parchalar anglitdi. Uning chet elda nerede turib, nerede qo'qqini, nega verib, nereden kelgini, nimalarni qilganligi, kimlarga nima deganligi qatorliq ushshaq tafsilotlarni o'ziga deb turadi. Bu shunchalik inchga zirzavar uchurlar bo'ladiki, suhbatdosh buning bilan qarashtikining, ya'ni Xitoy istihbarotining qudratini to'liq his qilib yetalaydi. Yani tegidi yılan köşegeninin biledikin emasmi? Deydigan bir tonuşuk keladi. Bu bir kudret, bir tengdoshsiz kuch oldidagi taslimiyat demek edi. Bundaq bir kuch oldida o'zini to'limi notavon, to'limi ojiz his qilgan shaxs nayta tabiiyki bundaq qudrat oldida taslim bo'lishni arzanamaydigan. O acizinin kudret igisiga taslim bo'lishinin g'oyat normalligi rejimlar bilan ko'ngilga tasalli berishga bo'ladigan turdagi yenik vijdon azobidan xoli holdagi taslimot bo'ladi. Uningdagi ruhiy to'lqinlarni kuzatib turgan istihbarat xodimlari hamda oshkora holda uningga xizmat taklifi beradi. Tabiiyki, maoshliq emas. Bunda her bir soltekki maaşı yürüp gelse sarılmaktay. O bizde gılgı bir xoğa işlep durduğun bunda çüprendilerge maaş sarılma o. Pul toşamda onunla. Maaşlık emez. Tamamen bikarlık halçılık. Fakat o ayrınızı tegmeyimiz. Kaçan da gelip gitmen deysen kolaylık yaratıp birimiz şekildeki bir diyemimiz yan tatmaydıgan iltifatlarını sunupla bir kulak yaratıp çıkışıydı bu. Bundak bir sohbetke kahramanlarca kattık yapılıp hiç boyun eğmezden çıkıp gittim. Kuyakta! Ne işini kıldık adamı ben? Ya! Dedim. Çıkıttım. Degeçiler bolsa bundaq gaplarni faqat kichik bolalar qilib bersa, bolalar cho'chig'i bo'lib qolishi mumkinki, ammo biz cho'nglar undaq bir suhbatda qahramonlikning oqmaydiganligini nayt aniq bilamiz. Oldi bilan shuni deyishimiz mumkin. Sen qahramon erkin dunyoda bayroqdan qochgan eliq cho'ng yurak shudirsan yoki vatanga berib yurkin uyg'onib ketdimi? Demak, vicdanlık bir Uygur en yaxşısı bağmaslık lazım. Bağandan keyin qahramonlarcha boyun egmasdan qaytib chiqdim degan gaplar nol gaplar. Allohga duo qilaylikki, Alloh munofiqlikdan saqlasin. Xainatal a'yuni va ma tukhfis sudur. Bir dua var qarindoshlar. Allah'dan şunu tileydigan gap. Panahlık tileydigan gap. Hain bo'lib qilishdi. Bu hain bo'lib qilish faqatla tug'ma tabiatda bo'ladigan bir ish bo'lishimi natayin. Ba'zi chog'da sharoit, qismat bununla mecburlap mı qoladi? O'zingiz bunda bir yerdan o'zingizni qochirishingiz lazım. Qochirishingiz lazım. Bu xuddi haligi sahabining tugusini bağlagandan keyin andin Allohga omonat qo'ygani bilan o'xshash. Oldi bilan o'zingiz bir mudofiasini qiling.
Andın Allah'a emanet kılın özünüzni. Özünüz hain boladigan yerge barısız, mecburlanısız, korkutulısız, andın kabul kılısız, kimden ağırınısız o vakta. Allah saklasın. Bugünkü devirde kiyin evladı körüngendek, kiyin kıstatlığı baş egmegen kahramanlıkның bir fantaziya ekenligini dep olturuşunun mahaceti yok. Xitayning, yani düşmanning çangılığı öz ayığı bilen badım mı? Demek onun şartlarını kabul kılmasından kayıt çıktı degenin yalgan bulur. Bir işbirligi toxtam bolmasdan qutulanmaysan. Emdiki mesele şu. Vatanga berip kelgen bu adamlar iki xil kişilik ifadelep qayta görünüşü mümkün. Birleri ilgiri hiç qandaq işqa aralashmaydigan kishi bo'lishib qaramay, vatanga berip kelipla vatanparvarligi tutib ketishi, barliq faoliyatlarda aktiv ishtirokchilar emas, hatto qo'zg'atquchi, boshlamchi aktivlardan bo'lib ketishi mumkin. Biz hayotimizda bunday misollarni ko'rdik. Bunda ilgirimi ko'ringan bu. Shu qadar ehtiyotchan, hatta bizdek aşkara siyasi sahnada yuradiganlar bilan ko'rishdanmi qo'rqadigan darajadagi ehtiyotchan kishilar vatanga bir berib keliblar, nihoyatda aktiv faoliyatchan bo'lib ketganligiga shohid bo'lgandik. Yana ajinda bo'lib ketishi mumkin. Bir qism bu. Bunisi aniqki topshirib olgan vazifaning ehtiyojidan bo'lib, bularga ishonish bolalik bo'ladi. Aslida vatanga berib kelganlarga umuman ishonish, aralashish, bodikeldi qilishmi xato bo'ladi. Ikkinchi turligi sukutni tanlaganlar bo'lib, bu sukut burun sukutiga o'xshamaydigan passiv energiya cho'chadigan bir turdagi sukut. Yaqinlashganlarga umuman Xitoylarning bekmi kuchayib ketganligi, aqmaydigan ishlarga vaqt, kuch va pul sarf qilishning behudiligi haqida bekmi aqlga uyg'un qarash bayon qilib, kishilarning, bo'libmi o'tirdikilarning ko'ngliga g'ulg'ula selish, hamma ishdan sovutish, singan nonni yeyishning eng to'g'risi ekanligiga ishontirish urinishini o'ziga vazifa qilgan bo'ladi. Ammo ular bu vazifani aktiv şekilde kişilerge yaqinlashib turib yaymaydi. O'zi jimjit va qipig'i tugilib olgan holatda bo'lishiga yarashadigan shaklda boshqalar yaqinlashganlarga nasihat qilish bilan cheklanadi. Bu shaklda olib boradi. Aktiv harakatga o'tib uchiqashqari holda yaysa, munofiq chiqib qilishi, tariqatini aqtiranmasligi, ularga obdan uqtirib yo'lga silingancha hergizmi o'tirg'i chiqib sanmaydi. Faqatla o'ziga yaqinlashganlarga tarbiya berdi. Lekin uning tarbiyasini anlovchilar tufayli sepi kengayib boradi. Natijada o'tirdikilarning hammasiga ta'sir o'tkazishi mumkin. Qisqasi, vatanga qaytayotganlar munofiqlar. Xitoy g'alchilari bo'lganidek, qaytmoqchi bo'lganlarmi saq chiqmaydi. Ketayotganda saq kishilar bo'lishi mumkin. Ammo qaytib chiqqanda saq chiqmaydi. Cho'qim o'ziga loyiq bir vazifani ustiga olmasdan qutulolmaydi. Endi Xitoyga yo'q deyilmagan bu kishilarning o'z millati uchun bo'ladigan ishlarga doimla yo'q deb kelganligini esimizga oladigan bo'lsak, bularning aslida chuprandilar ekanligini, vijdonida masala borligini, qalbi qasovatlashib, allaqachon munofiqlikqa uyg'unlashib bo'lganligini bilalaymiz. O'z ishiga, Alloh rizosini qozong'ini bo'ladigan ishga, milliy burchiga, mo'minlik burchiga, vatandan iborat onasi uchun qiladigan ishga shunchalik gadankashlik qilib kelgan bu kishilar endilikda Xitoyga rasmiy malay bo'lib, bika-madika degandek
maaşsız ishlaydigan g'alchiga aylanib qoladiganligini o'ylasangiz ichingiz o'rtanadi. Shunchalikmi azon setilgan qanday tabiat bu deb hayron qolasiz. Jabdınayotgan kishilarning ichida taxiyachi vijdoni tamamen o'lib bo'lmaganlar bo'lsa, agar ularga deydiganim bormanglar. Basanlar çokum iradanlarga qarshi holda munofiq bo'lib kelasizlar. Bu dünyada günahkarlık duygusuga boğulgan, vicdan sotunun soruqi ostida ezilib yaşaysizlar. O dünyada munofiqlar uchun hazırlangan asfali safilinga mahkum bo'lasizlar. Ve do'zaxda mangu qolasizlar. Chunki munofiqlik qilmishi bir jamoatning, bir qavmning haqqini sotadigan, düşmanlık kılıdığan türdeki iş boğaçka bu haqning egilleri keçirmegen ahvalda Allah hergiz keçirmeydi. Allah Rahman Rahim, Gafur Rahim. Ama öz hakkı üçün belkim keçirim kılıp düşü mümkün. Bu dinimizde aşında zikir kılınır o. Allah özünün hakkı barısı da keçirim kılıp düşü mümkün. Lakin kişinin hakkı için keçirim kılmaydı. Bunun akıbeti de dozaxta mangu kaladigan natija kelib chiqadi. Vatanga berish tuqqan yo'qlashdek bir ishni deb bu kadar gunohi kabirga petish kira ko'tarmaydigan bir ish. Aksicha bormay vatandagilarni Alloh omonat qilib qiyomatda ko'rishamiz deb kelgan aziyatlarga sabr qilsak, Alloh sabr qilguvchilar bilan birgadir. Çekken riyaziyatlarımız, sevinişten yürkümüzden ot bulup yenişleri, azaplarımız hemmisi bizge ecir bulup yazıldı. Savap defterimizden varkı oldaydı. Hem de Jabdınayotganlarning içindeki vicdanıga işçiyip etkenlerge amal yok. Ular basa çokum vazip almay kelmaydi. Xitoy ularni o'zmeyilchi vatan ziyarati qildirdi deyish Xitoyni tushunmaydiganlar uchun oqadigan gapdek qilsa-mu, biz uchun oqmaydigan gaplardir. Bugünkidek Xitoylarning naslimizni quritishga tamamen bel bog'lab bo'lgan bir davrda yana Xitoylarga yordamlashib, o'z millatining yo'qolishini tiziltishga xizmat qilish, tasviriga til ojiz nomardlikdir, hayvonlikdir. Bundan 20 yil avvallarimi muhacirlarni suhbatga taklif qiladigan Xitoylarning bugunkida g'oljirlashgan kunlarda bag'allarni bo'sh qo'yitishi mumkin emas. Bularning hammasini dansab qaror bergaysizlar. Hey insonlar, insof qilasizlar. Panohlik tilaganda dotlig'anlaringlarni Xitoy oq qiladi-yey, ko'k qiladi-yey deb shikoyat qilganlaringlarni, siyosiy da'voda tilga ilinayotgan qatliam degan bu cho'ng va ta'sirli dastakni tamamen yolg'onga chiqaradigan bundaq pastkashlikni, bundaq insofsizlikni qilishga oldirashdan burun umumiy millatning manfaatini, bundan keyin panohlik tilaydiganlarning holi qanday bo'ladi deganlarni ozdil o'ylab qaror berasizlar. Bu Uyg'ur degan xalqning kichikgina o'simi yuzi qolsin, uni tamamen tugutib o'ltamayli. Insof qilasizlar. Insof tilidiq. Buningga pisand qilmasanglar, munofiq bo'lishga idea tayyorliginglar bo'lsa, roziliginglar bo'lsa, albatta safaringlarning sizlarga jahannam qazilib berishiga tilakdoshlik bildirishdan boshqa deydiganimiz yo'q. Qila oladiganimizmi yo'q. Endi ketmaydigan qarindoshlarga kelsak, ko'ngilchaklik bilan berib kelgan kishilarga aralashish to'g'ri bo'lmaydi qarindoshlar. Berib kelganlarni biladiganlar oshkorlash kerak. Ovning o'chun tunib qo'yganning ziyni yo'q degandek, bularni hammalarning bilib qo'yganning foydasi bor. Ulardan ehtiyot qilish, ulardan chek-chegara ajratish, ular bilan aralashmaslik eng to'g'ri tutum hisoblanadi. Qarindoshlar, siyosiy jihatdagi go'daklikni, labzalli diplomatchilikni, eg'i bilan big'i yo'q dasqanchilikni qilavermaylik. Munofiqlarni yetim qoldirish bugun biz qila oladigan kurash turlaridan biri. Shundaqla nafsimizdan voz kechadiseklar, xatiri yo'q, qiyinligi bo'lmagan, jip bilan mo'm ketmaydigan eng oson kurash shakli.
Moşunu olsun qıysak, hazırcha boshqa cho'ng ishlarga qurbimiz, ichki tashqi shartlarimiz yor bermaydiganligidan yo'g'ollabni qo'yib turib, munofiqlarni olsin arg'anmaydigan odatni yetildirsak deyman. Bugungi kunda minglarcha odamning Xitoy konsuliga viza iltimos qilishidagi muhim bir sababmi dal bizning kalaning pishmaydigan yeridek mijozimizdan, munofiq bilan normal odamning farqini qilmaydiganligimizdan, munofiqlar bilan qaynashaveradigan lavziliqimizdan bo'lgan deyishga tamoman haqliqmiz. Agar bir to'plamda munofiqlar araga ilinmasa, qattiq chekki qilsa, ma'naviy besimga duch kelsa, aniqki munofiqliklarning yomrab ketishiga zo'r cheklim bo'ladi. Shug'unisi biz shunimi qilolmayapmiz, qarindoshlar. Bu qatim zo'r ko'lamdagi vatanga qaytish safariga jabdunayotgan munofiq nomzodlarining harakati biz uchun bir burilish nuqtasi bo'lib qolsin. Munofiqlarga aramizda o'rin bermayli, yuchuq chiqarib bermayli, qarindoshlar. Hammanglar Allah'a tavşirdim. Yani bir kıtım kirişkiçe aman bulunla. Hayır hoş.